Rossiyadagi deportni tushuntirib o'taman. Ya'ni sud tomonidan qo'yilgan 18.8, 18.10 bu nima sababdan qo'yiladi bu videoda bilib olasizlar va bu necha yilga qo'yiladi va buni ochsa bo'ladimi? Tekshirganda statyasi nechik bo'ladi bazada bilib olasizlar. Videomizni ko'proq odam ko'rish uchun like bosinglar, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Deporti zapreti bor do'stlarimizga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Rossiyadagi bu deport выдворение deb aytiladi, ya'ni sud tomonidan qo'yiladi. Agar siz bez dokument yurgan bo'lsangiz, ya'ni 90 kun va undan oshiq yursangiz, ya'ni registratsiyasiz yoki patentga pul to'lamay yursangiz, bu narsa qo'yiladi. 5 yil, ya'ni 60 oy hisoblanadi. Ya'ni 18.8, 18.10 bu bazada tekshirganda PP2 chas 1 statya 27 federalniy zakon 114 bo'lib chiqadi. Bilsangizda ko'pchiliklarning pasportidan pechat bo'ladi katta. Ekrandan chiqaraman. Shu PP2 chas 1 statya 27, ya'ni bu degani sud orqali выдворение bo'ldi degani. Hozirda 2025-yil 1-yanvardan boshlab politsiya xodimlari, ya'ni ichki ishlar organlari ham sizlarni deport qilishi mumkin. Ya'ni sudsiz ularga shunday vakolat berilgan, hurmatli obunachilar. Buni tekshirgan vaqtimda bildingizda statya shunday bo'lib chiqadi. 5 yilga qo'yiladi 00. Buni ochish uchun asos kerak, ya'ni основание. Ya'ni sizning ota-onangizda rus fuqaroligi bo'lishi kerak yoki xotiningizda rus fuqaroligi bo'lishi kerak. Kamida Rossiyada 2-3 ta farzandni tug'ib bergan bo'lishi kerak va sizlarda ofitsialniy zakis bo'lishi kerak. Bu narsalar ham aytib o'tgan narsalarim ham deportatsiyadan oldin bo'lishi kerak. Uzoq qarindoshlar hisobga olinmaydi. Hattoki tug'ishgan og'ayni, aka-ukalaringizda bo'lsa ham. Videom sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Hali ko'p ma'lumotlar oldinda.